Türkiye'den Bortalağa qaytib ketgan 6 o'quvchi qamoqqa hukm qilingan. Xitoyning chet elda o'qiyotgan o'quvchilarga qaratgan yurtiga qaytib kelish buyrug'iga bo'ysunib, Turkiyadan yurti Bortalağa qaytib borgan 6 o'quvchi oldi 12 yildan keyin 5 yilgacha qamoqqa hukm qilingan. 3 qiz, 3 o'g'il bo'lgan bu 6 o'quvchi Javlan, Kavsar, Mudassir va Suriya qatorliqlar bo'lib, bular qamoqqa hukm qilinishdan burun bir yipiq tarbiyalash markazida bir mahal tarbiyalangan. Bortala shahridagi bir qamoqxona xodimining ma'lum qilishicha, Xitoy mazkur 6 o'quvchining Turkiyada hech qanday bir siyosiy faoliyatlarga qatnashmaganligi aniqlangan ahvoldami, ularga yuqorqidek og'ir jazo bergan. Xotanning ilchidagi bir masjidi shirkat tarmog'i qilib o'zgartirildi. Xitoy o'tgan yilining o'ttirlaridan boshlab Sharqiy Turkistonda masjidlarni a'lolashtirish nomi bilan masjidlarni qisqartirish harakati boshlagan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu harakat texi oyoqlashmagan. Navbatda Xotanning ilchi yezisi qatorli bir qism joylarida bu harakat yanada davomlashmoqda. Xitoy tajovuzlari Xotan shahri ilchi yeza oyoq ara mahalla masjidini Sichuanning bir ichki kiyim korxonasining tarmog'iga o'zgartgan. Ara mahalla kent sekretarining bayon qilishicha, mazkur masjid Sichuandagi bir ichki kiyim korxonasiga o'tkazib berilgan bo'lib, bu korxonada ishchilar tikkan ichki kiyimlarning soniga asosan maosh beriladi ekan. O'g'ilji nahiyasida Darul Muallimin yipiq tarbiyalash markaziga o'zgartirildi. Xitoy tajovuzlari buningdan bir qancha yillar ilgari kasbiy to'liq o'rta maktabga o'zgartgan O'g'ilji nahiyalik Darul Mualliminning bu yildan boshlab atalmish masalasi bor kishilarga yipiq tashviqot ilib boradigan tarbiyalash markaziga aylantirilganligi ma'lum bo'lgan. Ishonchli ma'lumotlarga asoslanganda, mazkur tarbiyalash o'rniga Xitoy tarafidan 200 michi deb tuhmat ortilgan Uyg'ur kadrlarmi yig'i tarbiyalanmoqda ekan. Radikal Yahudlar saqchilarning hamrohligida Masjidi Aqsoga besib kirdi. 200 ga yaqin radikal Yahudi guruhi shaklida Masjidi Aqso darvozasi va o'ylisida turishliq nurg'un sondagi Isroiliya saqchilarining hamrohligida Masjidi Aqsoga besib kirgan. Isroiliya saqchilarining Quddus islomiy fundi jamiyatlariga qarashli maktablardagi o'quvchilarni kirishga ruxsat qilmay avora qiladiganligini, lekin radikal Yahudilarning kirishiga ruxsat qilinadiganligini qayd qildi.